Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz tovon og'riqlari va tovon og'riqlariga asosiy sabab bo'ladigan kasalliklardan biri plantar fassit, ya'ni Piatshi shpora kasalligi haqida gaplashamiz. Xalqimiz bu kasallikni tovonga tuz yig'ilishi deb ataydi. Bugun sizlar bilan bu haqida to'liq video tayyorlaymiz. Demak, boshladik. Asosan yosh katta insonlarda va uzoq muddat tik turib ishlaydigan insonlarda tovon sohasida ertaman og'riq bo'ladi va bu og'riq ularni anchagacha qiynab keladi. Ayniqsa bu o'rnidan turib yurmoqchi bo'lganda, bir nechta qadam tashlamoqchi bo'lganda oyoq sohasida, tovon sohasida sanchgandaqa og'riq bo'ladi va bu og'riq uni hayotini chegaralaydi, harakatlarini chegarash hisobiga og'riq kuchli bo'lib bezovta qiladi. Bugun shu kasallik haqida gaplashamiz. Nima sababdan kelib chiqadi, uni qanaqa sabablari bor, qanaqa omillar bunga sabab bo'ladi, bundan tashqari qanaqa davolash kerak, qanaqa choralarni ko'rsa bu kasallikdan butunlay qutulsa bo'ladi va qaytalanmaydigan qilib buni davolasa bo'ladi. Shu haqida to'liq gaplashamiz. Demak, boshladik. Tovon suyagi oyog'imizning eng ostki sohasida joylashgan. Tovon suyagi bilan kaf suyaklarga birikadigan uzun muskul bor. Bu muskulni bitta uchi tovon suyagiga, ikkinchi uchi oyog'imizni barmoq sohalariga borib birikadi. Bu muskulni ustida yupqa piyoz postaqangi parda bo'ladi. Buni fatsiya deymiz. Shu fatsiya tanamizning eng ostki sohasida amortizatsiya vazifasini bajaradi. Ya'ni yuklama tushgan paytda bu narsa tortiladi. Mushagimiz shu oraliq sohada joylashgan. Demak, tovon suyagi bilan kaf suyagining orasida joylashgan va mushagida birikadigan fatsiyasi, ya'ni poyi tovon suyagiga hamda kaf suyagiga birikkan. Shu sohada og'irlik yuklamasi noto'g'ri tushish hisobiga fatsiya, ya'ni mushagida poyi tortishib qoladi. Bundan tashqari tovon orqa sohasida ahil payi bor va ikronojniy mышца bor. Boldir sohasida ikronojniy mышца degan mushagimiz bor. Buni ham tortishib qolishi va kontraktura bo'lib qotib qolish hisobiga oyoqning ostki sohasidagi mushakka noto'g'ri yuklama tushadi va noto'g'ri yuklama tushish hisobiga mushagimiz tortishib qoladi. Nimani hisobiga tortishish bo'ladi. Og'irlik yuklamasi noto'g'ri tushish hisobiga tanamizni vesi og'irlashib ketsa, ya'ni tanamiz semirib ketsa, og'ir yuklama tushaversa, noto'g'ri tushaversa, bundan tashqari uzoq muddat tik turib ishlasak, uzoq muddat o'tirib ishlasak, harakatlarimiz kamaysa, baland poshna kiysak yoki past poshna kiysak, uzoq muddat tik turib ishlaydigan insonlarda ham oyoq pastki qismidagi mushakni fatsiyasiga noto'g'ri yuklama tushadi. Noto'g'ri yuklama tushish hisobiga bu fatsiya mushakni fatsiyasi tortishadi, tirishadi va kontraktura bo'lib tortiladi. Tortish natijasida bu sohada og'ir yuklamasini tushishini noto'g'ri tushish hisobiga mikrorazrivlar, ya'ni mayda yorilishlar, tirtiqlar hosil bo'ladi. Bu tirtiqlarni uzoq muddat kechishi hisobiga, uzoq muddat shu travmalarni rivojlanib borishi hisobiga surunkali aseptik shamollash kelib chiqadi. Ya'ni surunkali shamollash kelib chiqadi. Shu aynan tovon sohasida. Buni organizm kamaytirish uchun, tovon sohasiga tushgan yuklamani kamaytirish uchun organizmning o'zi kompensatsiya qiladi. Ya'ni shuni to'g'rilamoqchi bo'ladi. Og'ir yuklamasini noto'g'ri tushishini to'g'rilamoqchi bo'ladi-da. Bu sohada organizm o'zi suyagini ma'lum bir qismini o'stiradi. Buni rentgenda ko'rganimizda xuddi to'g'ri pixga o'xshab, tovonni pixga o'xshab pix bo'lib o'sib chiqadi. Bu o'sgan narsa osteofit, ya'ni suyagini ma'lum bir qismi o'sgan qismi. Bu kompensator mexanizm, ya'ni organizm o'ziga og'irlik yuklamasini to'g'rilamoqchi bo'lgan mexanizm hisoblanadi. Bu pixda o'sganning hisobiga yumshoq to'qima bilan suyak to'qimasi o'rtasiga kirgan bu suyak yurganimizda botadi. Oyog'imizni botgani hisobiga og'riq bo'ladi. Suyagida o'smagan holatda ham, suyagimiz pix bo'lib o'sib chiqmagan holatda ham oyoqda tovon sohasi og'riq bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Nimani hisobiga og'riq bo'ladi? Bu o'sha fatsiyani, ya'ni mushakning ustidagi pardani, buni fatsiya deymiz, pardani shamollashi, surunkali aseptik shamollashi hisobiga, ya'ni bitta mikrob yo'q, lekin shamollash hisobiga, surunkali shamollash hisobiga shu sohada og'riq bo'ladi, shishi bo'ladi, harakat chegaralanadi. Ko'pincha o'ylashadi, shu sohada suvay o'sib qolibdi, demak shu narsa meni og'rityapti deb o'ylashadi. Suvay o'smagan holatda ham tovonda og'riq bo'lishi mumkin. Endi suvay o'sishi bu organizmning kompensator mexanizmi. Suvay o'sgan sohada yumshoq to'qima bilan suvay to'qimasi o'rtasiga kirib qolgan hisobiga va bu narsa tovon sohasida yurganimizda botgan hisobiga oyog'imizda og'riq bo'ladi. 40 yoshdan oshgan insonlarda, ayniqsa ayollarda plantar fassit kasalligi kelib chiqishi ko'proq uchraydi erkaklarga nisbatan. Nimaga bunaqa erkaklar kamroq uchraydi? Chunki ular baland poshna kamroq kiyadi. Imkon bo'lsa qattiq poshnali, oyoq tagi qattiq bo'ladigan yoki yassi bo'ladigan oyoq kiyim kamroq kiyadi. Plantar fassit, ya'ni Piatshi shpora kasalligi boshqa kasalliklar hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Ayniqsa
umurtqa pog'onasi kasalliklari, son chanoq, tizza bo'g'imi kasalliklari, bundan tashqari podagra degan kasallik bor. Artritlarda, uzoq muddat tik turib ishlovchi insonlarda ham uchrashi mumkin. Bundan tashqari tana vazni ortishi ham tovon sohasida plantar fassit kasalligining rivojlanishini xavfini kuchaytiradi. Plantar fassit, ya'ni piyatchi shpora kasalligini, tovonga tuz yig'ilish, xalqimiz tili bilan aytganda tovonga tuz yig'ilish kasalligining qanaqa simptomlari bor? Birinchi simptomi bu uyqudan uyg'ongan paytimizda yurib ketishimiz qiyin bo'ladi va tovon sohasida kuchli og'riq bo'ladi. 3-4 qadam yurib olish nihoyatda qiyin bo'ladi va yurib olganimizdan keyin sal bo'lsa ham og'rig'i kamayadi. Uzoq tik turib ishlagan paytimizda tovon sohasi og'riq bo'lib, o'tirib olishga ham majbur bo'lamiz. Aynan shu simptomlar mavjud ekanligi piyatchi shpora kasalligi haqida fikr yuritishimizga sabab bo'ladi. Buni qanday aniqlaymiz? Piyatchi shpora kasalligi, ya'ni plantar fassit kasalligi borligini qanday aniqlaymiz? Birinchi o'rinda xuddi shu shikoyatlar bilan bemorni so'rab surishtiramiz va hech bo'lmaganda rentgenologik tekshiruvdan o'tkazamiz. Rentgenologik tekshiruvdan o'tkazgan paytimizda tovon sohasida krayevoy osteofit, ya'ni suvayda o'sgan qismi ko'rinadi va har doim suvayda o'sgan qismining atrofida kalsinatlar yig'iladi. Kalsinatlar bular xalqimiz sodda qilib tushunish uchun aytamiz, buni tuz deb aytamiz. Tuz degani natriy xlor osh tuzi emas, ovqatga qo'shiladigan. Lekin kalsinat bo'lganlik hisobiga ham shuning atrofida osteofitlar yig'iladi, kalsinatlar yig'iladi. Plantar fassit kasalligini davolash haqida fikr yuritamiz. Bu kasallikni qanday qilib davolash mumkin? Hamma kasallikning o'zini darajalari bo'lgan singari plantar fassit kasalligining ham dastlabki bosqichi, og'ir kechikkan bosqichi va o'ta og'ir bosqichlari bor. Yengil bosqichlarda oyoq kiyimga maxsus stilkalar bor. Ya'ni o'sha tovon sohasiga kiyiladigan maxsus stilkalar bor. Maxsus moslamasi bor. O'rta sohasida yumshoq elastik gelga o'xshagan narsasi bo'ladi. Aynan shu sohada elastikligi saqlanganligi uchun va tovon sohasi yerga tegib turmaganligi hisobiga tovon sohasi og'riq kamayadi. Yengil bosqichlarda xuddi shundan foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari har xil tuzli vannalar qilish mumkin. O'rta og'ir darajalarida va yengilroq darajalarda ko'pincha massaj, bankali massaj va fizioterapiya muolajalari yordam beradi. O'rta darajalarda ham fizioterapiya muolajalari, ayniqsa yuqori intensivdagi magnit, yuqori intensivdagi lazer, zarb to'lqinli terapiya, ya'ni udarni volnoviy terapiya, miostimulyator, ultrazvuk apparatlari shu sohada, ya'ni podошвенный fassia sohasida surunkali yallig'lanishni kamaytirishga xizmat qiladi. Qilayotgan fizioterapiya muolajalari maqsadi aynan shu tovon sohasidagi mikro razrivlarda, mayda yorilishlarda, travmalarda va shu sohada surunkali shamollashni ketkazishga qaratilgan muolajalar qilinadi. Va muolajalarda natijasida tirishib qolgan fassia, tortishib qo'ygan fassia bo'shashishligi va fassiyaga tushayotgan, mushakka tushayotgan yuklama kamayishi hisobiga shu sohada og'riq kamayadi. Ayrim holatlarda glukokortikoidlar, ya'ni gormonal dori vositalarini tovon sohasiga yuborish orqali ham, tovonga ukol qilish orqali ham surunkali shamollash kasalligini, o'sha plantar fassit kasalligidagi plantar fassia sohasidagi shamollashni, yallig'lanishni kamaytirishga erishish mumkin. Ayrim holatlarda rentgenologik gamma terapiya degan usul bor, ya'ni nur terapiya qilinadi. Shu sohada radioizotop nurlar jo'natgan holatda ham plantar fassit kasalligini davolasa bo'ladi. Va faqatgina ayrim holatlarda yuqoridagi sanab o'tilgan stilkalar ham, fizioterapiyalar ham, ukollar ham yordam bermasa, osteofitlar hajmi katta bo'lsa va og'riq kuchli bo'lsa, buni endoskopik usulda yoki ochiq usulda shu osteofit sohasini fatsiyani bilan suvayda orasidagi turgan, suvayda o'sgan qismini xirurgik yo'l bilan olib tashlash ham kasallikni davolash usuliga kiradi. Yuqoridagi videomiz orqali biz plantar fassit, ya'ni tovondagi shpora kasalligini davolashda uni qanaqa tiplari borligi, unaqa qanaqa kechish haqida va nima hisobiga kelib chiqish haqida to'liq fikr yuritdik. Endi bu kasallikka uchramaslik uchun nima qilish kerak? Sog'lom inson, hali tovon og'rimagan inson bu kasallik bilan uchramaslik uchun, bunaqa muammoga duch kelmaslik uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak. Sog'lom turmush tarziga amal qilish degani o'sha aktiv harakatlarni doimiy qilib borishlik kerak. Tovon sohasiga, fatsiyaga, mushakka tushayotgan yuklamani doimo kamaytirib, to'g'ri yuklama tushishini ta'minlashlik kerak. Va ayniqsa ayol qizlarga, yosh katta insonlarga ham, ayollarga ham ko'proq tavsiya bergan bo'lardim. 4 sm yuqori podoshli, ya'ni o'sha kablokli oyoq kiyimdan foydalanmaslikni, tekis, qattiq yuzali shipaylardan, oyoq kiyimlardan foydalanmaslikni tavsiya bergan bo'lardim. Chunki hozir o'zingizni nazokatli ko'rsatish uchun, chiroyli ko'rsatish uchun, qomatingiz chiroyli bo'lishi uchun va atrofdagi insonlarga yurish chiroyli ekan deb aytishlik uchun oyoq kiyim kiyishni xohlaysiz va bu narsani to'g'ri deb bilasiz, lekin yoshimiz katta bo'lgan sari bu muammo kuchayishi va sizni hayot turmush tarzingizga qiyinchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Mushakka tushayotgan yuklamani kamaytirish uchun doimiy ravishda mashqlar qilib borishlik kerak. Xudo xolasa keyingi videolarimizda sizga plantar fassit kasalligida qanaqa mashqlar qilish kerakligi haqida to'liq video qilib tayyorlab beramiz. Keyingi videolarda albatta plantar fassit kasalligini davolash bo'yicha qanaqa mashqlar qilish kerakligini ko'rsatamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting, like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying.